Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan 30 kunlik challenge'imizda 6-kuni va bugun sizlar bilan Lens of Last Word degan masalani yechamiz. Bu masalaning shartini o'qib chiqib, keyin masalada kod yozishni boshlaymiz. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz ham bizning challenge'imizga qo'shiling. Qani go, videoni ko'rishni davom eting. Bu masalamizda aytayaptiki, berilgan matnda string oxirgi so'zning uzunligini topish kerak deyapti. Bu masalani yechishni boshlaymiz. Return len uzunlikni topish uchun strip, ya'ni is bu string, strip build keyin bu masalamiz juda ham qisqa, chunki bu oson masalalardan biri. Test qilib ko'ramiz. Masalamizda xatolik chiqdi. Bu masalamizdagi xatolik bu yerda sintaks xato qilgan ekanmiz. Split emas, split bo'lish kerak bo'lgan. Endi masalani tekshirib ko'rsak, masalamiz ishlayapti. Hammasi. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz ham bizning challenge'imizga qo'shiling.